Qani bolam, yaxshimisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shu maktabda o'qiysanmi? Qani menga bir savolimga javob berchi. Zahiriddin Muhammad Bobur kim bo'ladi? Bilmadim. Alisher Navoiy nechinchi yil tug'ilgan? Bilmadim. 5 kara 5 nechi? Bilmadim. Yaxshi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz ham shu maktabda o'qiysizmi? Ha? Qani bir savolimga javob beringchi. Yer shari qanaqa shaklda tuzilgan? Bilmadim. O'zbegim she'rini kim yozgan? Bilmadim. 5 kara 8 nechi? Bilmadim. Yaxshi. Qani to'xtachi. Assalomu alaykum. Qani menga qarachi. Sen ham shu maktabda o'qiysanmi? Ha, shu maktabda o'qiyman. Meni savolimga javob berchi. H2O nimani elementi? Bilmadim. Ikkinchi jahon urushi qachon bo'lgan? Bilmadim. Amir Temur kim? Men bilmadim. Jaloliddin Manguberdi kim? Bilmadim. Bilmadim. Elektrxonasi qayerda? Bilmadim. Bilmadim, faqat bilmadim. Yaxshimisiz o'rtoq direktor? Meni bilasizmi kimman? Men yuqoridan kelgan komissiya bo'laman. Maktabga bildirmasdan kirdim. Qaysi o'quvchingizdan savol bersam, birontasiga javob olganim yo'q. Faqat bilmadim degan so'zni gapirishyapti. Bu qanaqasi? O'tiring joyingizga. Hammanglarni ishdan olib tashlash mumkin. Unaqa qilmang. Men haligi bola chaqam bor. Mayli. Sizga bir hafta muhlat beraman. Agar ahvol yana shunaqa bo'ladigan bo'lsa, sizni ishdan olib tashlayman. Choy degan deyapti. Madinaxon. Tezda yonimga hamma o'qituvchilarni yig'ing. Qorovuldan tortib farashgacha kirsin. Qani berkichi? Assalomu alaykum. Qani savolimga javob berchi? Avstraliyaning poytaxti qayerda? Sidney. Revizor asarini kim yozgan? Nikolay Vasilyevich Gogol. Jaloliddin Manguberdi kim? Buyuk sarkarda. Barakalla. Qani senga ham bir savolim bor. H2O nimani elementi? Suv. 8 kara 8 nechi? 64. Shu bolani kim yozgan? G'ofur bo'lam. Ya barakalla. Bo'larkan o'qisa. Yaxshi o'qigan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz ham shu maktabda o'qiysizmi? Ha, bitiruvchiman. Juda ham yaxshi. Qani sizga ham bir savol berib ko'raychi? Hop. Shekspir qaysi janrda asarlar yozgan? Shekspir tragediya janrida asarlar. Ya barakalla. Qaysi olim ijod qilayotgan paytda boshiga olma tushib ketgan? Newton. Ya barakalla. Eng katta okean qaysida hisoblanadi? Tinch okeani eng katta okean. Yaxshi, barakalla. Barakalla. Yaxshimisiz o'rtoq direktor? Rahmat. Mana ancha xursand qildingiz-ku. Qaysi boladan bir narsani so'ramay, hammasiga javobni juda aniq qilib aytib berishyapti. Juda ham xursand qildingiz. Bu natijalarga qanday erishdingiz? Bilmadim.